Qanaqa yo'qotgan bo'lsang, shunaqa joyiga qo'yib qo'ygan chol, yo'qmasa o'ldiraman. Voy, shu darajagacha bordimi? Noqala odam bo'lmaydi. Noqala o'ldirib yuborish kerak. Yo, ozgina aqlini kiritib qo'ysanglar bo'ldi. Shunga 1 minutga qarashib bor shunga kela qol. Ko'rnadi. Kim bor? Nima qildim-man? Qo'yib yuboringlar, qiynalib ketdim. Atajon, kim bor? Namuncha baqirasan, xezaliklarga o'xshab. Ha, otingni eslab qolma. Agar sizlarga pul kerak bo'lsa, adamda bor. Adamdan olib beraman. Iltimos qo'yib yuboringlar faqat. O, narkama. Mana buni eshit undan ko'rasan. Jasur, iltimos, o'ldi demaga, men senga o'ldirgin dedim-ku. Bir haftadan bir uyga kelmaydi. Namuncha bu narkamani ustida o'lib qolsa, bor yo'g'ingizdan mahrum bo'ldingiz-ku. Qolgan bo'lsa bitta uyingiz qoldimi? Nima qilsa ham bolamdi. O'sha uyimni berishga ham roziman. Qora qo'ng'izam bolasini oppog'im derkan. Amakim bo'lmaganingizda bu narsaga aralashmas edim. Bugun uyga boradi amaki. Uyga boravering. Otingni yana nima sotadigan narsasi qolgan? Faqat uydan boshqa hech narsa qolmabdi-ku. Yana nimagadir osilib o'tsan. Isqir. Menga qara. Agar amakimni yana bir marta xafa qiladigan bo'lsang, boshingni uzaman, tushundingmi?